Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, chorva ishqibozlari, akalar, biz video syomkalarimiz Namangan viloyat, Namangan tumani shu Tepao'ran qishloqida olib boryapmiz. Akalar, hafta kuniga seshanba 17-mart 2026. Xudo xolasa biz yaxshi qo'yib keladigan o'sha Azimjonning xonadonigamiz. Azimjon, Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Jaloliddin Xudo xolasa qo'y zo'rlari keldi. Azimjon o'tda kelgan-ku. Qarang. Urug'liqqa Jaloliddin bu. Lekin bor buni. Qo'ydi qarang. Hurmatli obunachilar, Hali to'lardi. hali bu ketadi buni beldi qarang. Bu yelkamini. O'ta polvon ekan bu qo'chqar. Azimjon, endi bu haqida bir boshdan ma'lumot beramiz endi. Xudo xolasa Jaloliddin bu Qirg'iziston Beshkekda o'tgan bu yoshligida. Ha, yoshligida o'tgan. Buni bolasini oldik. Liniyasi bormi yo'qmi? Liniyasi bor. Liniyasi qanday? Karabil liniyadan. Karab liniya. Valloh. Qo'yimizdan 2 yoshga o'tdi mana. 4. Toza 4 mana. Eplab ham bo'lmayapti. Tumorlarni ham qarang. Mana hurmatli obunachilar, ko'rishlari mumkin. Xo'sh, tumorlari, to'shlari mana hurmatli obunachilar, mana Tirsaklarni ham ko'ryapsiz. Buni kasaylari o'ta polvon, xudo xolasa, lekin o'ta polvon qo'chqar ekan. Buni oyoqlarini qaranglar. Ay mashalloh. Bu yoshlikda Qirg'izda o'tgan. Bolasi olindi. Qo'y xudo xolasa zo'r qo'yga ishlashi ham. Qo'yga ishlash. Partiyni holatda Jaloliddin. Ha, ketyapti o'zi. Ana hurmatli obunachilar, qo'chqarimizni uncha odam eplolmaydigan darajada o'ta polvon, xudo xolasa, lekin qo'chqar arziydigan qo'chqar ekan. Kimga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishga isyon chiqmas. Hurmatli obunachilar, bir boshda endi xudo xolasa o'zim sekin ma'lumot berib o'taman. Mana hurmatli aka-ukalar, dumbar azres, xudo xolasa, hamma yo'g'i joyida, oyoq kengliklari, xudo xolasa, toza stakan tuyoq. Inshaalloh mana o'ta kelgan, xudo xolasa. Mana ko'rishlari mumkin. Metringiz bormi? Bor metrimiz. Hurmatli obunachilar, mana yerdan ko'rishlari mumkin. Mana chiqqan olaverasa, lekin qo'chqor o'ta polvon, o'ta gigant, hurmatli aka-ukalar. O'ta kelgan qo'chqorimiz bor. Mana hurmatli obunachilar, mana yonboshdan olib ko'rsatyapman. Qo'chqorimiz katta qo'chqor. Xudo qo'chqor hadab ham chiqa olmaydi. Yema-ichmoqda problema yo'q, Azimjon. Yo'q, yeb ichishi, qo'yga ishlashga javob. Buroyga javob. Hamma bir garantiyasi. Mana aka-ukalar, xudo xolasa qo'chqorimiz o'ta cho'tki, o'ta polvon ekan. Har tomonni olib ko'rsatyapti aka-ukalar. Qo'chqorimiz xudo xolasa Namangan tumanida turibdi. Borib ko'rib olamiz deganlarga lokasiyani tashlab beraverasiz. Tashlab beriladi. Mana hurmatli obunachilar, ko'rish mumkin. Azimjon, buni ko'p cho'zmaylik. Narxida gap. Bitta narx ayting, bo'ldi, tamom. 20 million bo'lsa dastlabki qilib beramiz Buxorogacha. Buxorogacha dastlabkasi 20 million so'm, lekin Xayri ham bor ozmoz Jaloliddin. Lekin hurmatli obunachilar, qo'chqor o'ta katta, yirik narsa ekan aka-ukalar. Kimga ma'qul bo'lsa aloqa ochib ko'rasiz. Keyingi partiyalar qanaqalari ba'zim? Zo'rlari bor, xudo xolasa. Tozalari bor, to'qli sog'liqlari bor, xudo xolasa. Qo'zi qo'chqorlar bor Jaloliddin. Mana hurmatli obunachilar, xudo xolasa. Zo'rlar bor ekan, aloqa ochib ko'rasiz. Navbat ikkinchi partiyaga. Xo'sh, hurmatli aka-ukalar, mana ikkinchi partiyamizga biri urg'ochi, lekin urg'ochining o'ta polvonidan ekan, hurmatli aka-ukalar, mana o'ta polvon. Zo'rdan boqaman deganlar, keyingisiga liniyalar qo'chqor chiqdi aka-ukalar, oq yuzidan, oq qulog'idan so'raganlar ekan. Mana hurmatli obunachilar. Buni sani nima tarixinchi, ko'rinishchi? Mana aka-ukalar, Chorsroq xolos qo'y. qo'y o'zi hozir O'zi hali yosh. nimada turmayapti. Mana hurmatli obunachilar, dum degan narsa, oyoq kengliklari, xudo xolasa o'ta cho'tki, o'ta polvon ekan, lekin qo'chqorcha ham. Qo'zi hali? Qo'zi 7 oylik qo'zi mana. 7 oylik qo'zi mana. So'z bot bilan mana. Yosh hali. Mana. Bo'ldi, ko'rdik. Endi buni birinchi qo'chqor haqida ma'lumot beraylik. Qo'chqor liniyasi bor. Mana joyida bir quloqlarni o'lchab ko'rsatib beramiz mana. Kelso'sa. Mana. Mana obunachilar. Kechani. Nima qilaylikchi? 20 ga olaverasizlar. 20 pilis, 21 chiqyapti-yu, 20 pilisga olaverasizlar aka-ukalar. Lekin qo'chqor quloq tashlashlari, oq yuzlari, chot kengliklari xudo xolasa zo'r. Lekin qo'chqorga ishqiboz bo'ldi, ishqim ketdi. Qo'zidan buni pulga to'g'ib olmaydigan qo'chqor oladi.
Xudo xohlasa yosh o'zligi yosh. Oldin buni. Yoshlar xudo xohlasa. Yosh. Bo'ldi bu sog'lig'ingizchi, bo'g'oz qisir bu. Bu endi qo'chqorlarimdan yurgan bu. Ha, qo'chqorni yuribdi. Mana aka-ukalar ko'rishlari mumkin. mumkin. Bo'g'oz deb ulg'aygan kunda yolg'on gapirish kerak yo'q jalobi. Mana, bu qo'chqorni yuribdi ekan. Hurmatli obunachilar. Katta qo'chqor bilan yurib tashinga qo'shib qo'yganman. Ha, o'sha qo'shib qo'ygansiz, mana hurmatli Bo'g'oz obunachilar. Buni yoshi qanday? Yoshi 6 tesh mana. Mana hurmatli obunachilar, tishi ham 6 tishi o'rta yosh aka, xudo xolasa, lekin 3-qoringa. 3-qoringa xudo xolasa. Qo'ylar zo'r xudo xolasa. Azimjon, yana qo'ylaringiz bor ekan. Qo'chqor o'zi alohida tegmay ekan. Bu narx qancha? Qo'chqorda o'zi 1,5 ming jaloldin. Ozmas xayriga o'tib beramiz sunnatiga. Hech kim aytganiga sotmagan. Dastlabkasi qayerga u? Dastlabkasi Buxorogacha. Buxorogacha. Xayriga o'tib Chunki biz berasiz. Buxoroda klientlarimiz ko'p-da. Ha. Lekin qo'chqoringiz olib tashab qo'ysa, yaxshi foydaqalarni qo'chqor. Quloq uzun, hozir telefonda turib, hali ko'rinyapti, lekin quloq uzun, hurmatli obunachilar. Liniyasini qanday dedingiz? Liniyasini telefonda aytaman o'zim. Telefon qilishaversa liniyasi bor. Garantiyali. Garantiyali mana. Bo'ldi, sog'lig'ingizchi? Soli 11,5 ga o'sa dastlabki qilib beraman. 11,5 ga. Mana aka-ukalar, 11 million 500 ming so'mga lekin sog'liq arziydigan sog'liq. O'ta gigant. Telefonda katta kichik ko'rsatar, katta qo'ydi, kichik qo'ydi, katta ko'rsatar. Mana. Qarang, o'zi tulaydigan variantdan ekan mana. Yana o'zi tulayapti mana. Toza. Bar azizlari ham hamma yo'g'i joyida. Yo, sog'lig'ingiz o'ta polvon, xudo xohlasa, sog'lig'ingiz yaxshi. 11 million 500 ming so'mga dastlabkasi bor. Xudo xohlasa Buxorogacha ketaveradi. Mana, hurmatli Telefon obunachilar. qilishaversin. Kimga ma'qul bo'lsa aloqa chiqarasiz, lekin buni qo'chqorga ishqim ketdi. Kimga yoqqan bo'lsa bittadan like bosish esdan chiqmasin. Hurmatli obunachilar, mana 2026 dan ertagi barra qo'zlar yetib ketdi-yu. Azimjon, bular qo'chqormi, sog'liqmi? Ikkovi ham qo'chqor. Jaloliddin, xudo xohlasa urug'liqqa baqiy olib yuraman degan aka-ukalarga bittasi kashdan, bitta mana qizil Mana kashdan o'zi tulayapti, mana shundan tularga hurmatli obunachilar. Qo'zlar o'zi mana tulaydi. Lekin buni bo'lacha tegmagan Azimjon. Mana janavar. Buni tegmas boshqacha ekan. Bu o'zi tulaydigan sortdan hurmatli obunachilar. Qip qizil bo'lib qoladi janavar. Yosh o'yligi ham yosh, 5-4 oylik qo'zilarda. Ko'rishlari mumkin mana sekin. Garbonoslarni ham ko'ryapsizmi janavarni qarang. Qo'zlarimiz xudo xolasa zo'r. Ideal narsa xudo xolasa. O'ta kiygan ekan, lekin yoqdi menga. Ikkalasi bir-biridan go'zal ekan. Mana o'z tulaydigan variantini hurmatli obunachilar mana ko'rishamiz. O'z tulab kelyapti ekan. Azimjon, yosh oyliklari qancha? 5-4 oylik. 4-5 oylik a? 4-5 oylik qo'zi qo'chqonlar. Bo'yi 70, 75 Milisga olishaveradi. Pilismizga olishaver ekan. Buni narxini ish qilib bir 2000 ming, 1,5 ming so'm, 2 ming so'm beramiz. Xudo xohlasa yo'lida qil so'mda aytamiz. Bo'ldi, bitta gap gapiring, bo'ldi, ish bitsin. Bo'ldi, 12 millionga beraman jupini, 6 milliondan. Jupini. Ha, 6 milliondan 12 millionga dastlabki qilib beraman. Mana hurmatli obunachilar, kimga ma'qul bo'lsa aloqa chiqarsa, xudo xolasa 12 million so'm xayri sunnatiga o'tib beradilar. Lekin buni o'zini отдельно olishamiz desa balandroq bo'ladi, oshnami? Bu o'zini. Mana ko'rishlar mumkin. Lekin tozasimi uchun toza qizil aka-ukalar. Janavarni qarang. O'zi turishayib turibdi mana. Mana aytgan sulab kelyapti ekan mana. Mana o'zi tulovda janavarlar. Bunisi ham go'zal ekan. Toza kashtan bo'lib ketadi bunisi. 12 million so'mga dastlabkasi ichida Buxorogacha. Buxorogacha. Mana hurmatli obunachilar, kimga ma'qul bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Xudo xolsa sunnatiga ham o'tib beramiz. Xayri bor. Hech kim aytganiga sotmagan, xayrigacha ozmoz o'tib beramiz sunnatiga. Ya'ni shuncha endi qo'ya odam o'rnat, hazmat himmat qilmasangiz bo'lmaydi Azimjon. Xudo xolasa. Bo'ldi mana. Kimga ma'qul bo'lsa aloqa chiqarasiz, ekran telefon nomerini qoldiramiz. Xudo xolasa 24 soat telefon qilsalar ish bitadi. Videolarimizni shaygida ko'rgan Alloh rozi bo'lsin. Videolarimiz xato kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.